Davom etamiz qadrli do'stlar. Bugun respublikamizning qaysi viloyatiga bormang, poytaxtdan farqi qolmagan qurilishlar, o'zgarishlar, yangiliklarni guvohi bo'lishingiz mumkin. Hattoki chet ellik mehmonlar keladigan bo'lsa, O'zbekistonning poytaxti qaysi yer ekanligini ajrata olmas ekan. Biz tasavvur qilib ko'rdik, poytaxt o'zgarsa, boshqa viloyat bo'lib qolsa. Bizning nazarimizda Qashqadaryo poytaxt bo'lib qolsa, qanday bo'lardi? Qashqadaryo poytaxt bandlik bo'limi. Shamil aka, Ha, Jonijon? bosaymi? Bos, gayga javob, Jonijon, bos. Ayoqcha bilan nomerchani yoping. Ha, ulaydi sanga. Daydi gadodan kelishing so'raymi tilsiz sadodan Jonijon, Jonijon. Ay, saqla, ulaydi sanga, ulaydi. Qashqadaryo! Ulayda. Poytaxtni go'zalligiga qarang. Ulayda, Qaryapsizlar, ha? Shaharga qaryapsizlar. Qaqqiramiz, to'g'ri qaraymiz. Menga qara, bu shaharda nol bir bosib ketyapti-ku. Menga qara, Jonijon. Ha, kelyapsizlar, nol bir gap yo'q. Shaharga kelyapsizlar. Mashinchaga 70 nomer taqyapsizlar. 70 nomer taqqani bilan bashara sotyapti-ku. Hey, mana qarang. Ha, Jonijon. Kecha o'tirishni ko'rmas. Ha, chiroq sityapmi? Ha, Chiroq sityapti, chiqdim yo'lga, trassa. Yangi telefon qilyapti, qarshikka. Ha. Allo deyapti, guling qilyapti, unday deyapti, bunday deyapti. Xullas, razvorodchi bo'lyapti, orqaga qaytyapman, bora olmadim, uzr so'rayman. ne, bo'lmasligicha buni so'rasa uchta oldi. Nima qilding? Buni so'rasa uchta oldi. Nima bo'ldi keyin? Ya, prosta uchta oldi. Ha, ulaydi sanga. Abid bo'lyapti, ishni boshlagi. Mehmonlarga. Qayerdan kelgan? Bilmayman, viloyatdan kelgan. Ha, chaqir, viloyatdan kelib, chaqir. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisizlar? Charchamisiz? Assalomu alaykum, aka. Qanday guring qilyapti? Assalomu alaykum, qanday Oka deydi? deydi. Qara, mayli, mehmon. Bunday qilsan, choynakcham olasan, Aha. kiyguchi solasan, Aha. kakiracha qilib nimachalardan solib, chacha qilib damlaysan. Davay, hayda. Tamam. Ha. Nima o'ray turmay? Mana qarang. Qayerdan keldingiz? Toshkentdan. Qayerdaydi u Toshkent? Ha, Buxoro tomonlar ham? Yo, men Jizzaxdan o'tganman. Ha, Sirdaryolar ham? Yo, keyingisi. Ha, Qozog'iston tagiga ekanda, boshda. Sizdan kelyapsizmi? Ha. Mana qarang, nimada keldinglar? Shu taksida. Taksida kelib, sizlar mashina qanday haydaysizlar, ha? Qanday haydaysizlar? Yo'lni to'tolganmisizlar kadastr qilib, ay? Nima yo'ldirmaysizlar hamma ya? Prava qanday olgansizlar sizlar? Bunday qog'ozga rasmchalar qo'yib, pechat bosib pravada olganmisizlar? Sizga bitta gap, aka, bizning hayotimizni o'zingizning qo'lingizda. Qayerda? U hayotimizni o'zingizning qo'lingizda. Jonijon! Ha, o'ylaydi senga, baqaki! Baqaki! Ish nima deb gurum qilyapti, nima deb? Bizning hayotimizni o'zingizning qo'lingizda. Jonim, yosh ekansan, hayotingni o'zingning qo'lingga o'rgatma. Agar sen hayotingni o'zingga qo'lingga o'rgatsang, doktor qiyam yordam bera olmaydi keyin. Ha, u doktor emasmidi? Ya, sizlar doktor deb, biz doktor Q. Shamil aka. Ha, boyagi choydami? Ha, choydan. Kakiracha. Aha. Hani mehmon. Bermang. Ha, Bermang. nama, mehmon. Nuri deydi tojiston, mana bu. Ha. U katta bo'lgan joyi. Buni sizlarga katta balla aytadimi? Qarshiga buni birinchi sinf balla ishladi. Hey! Aka. Mana bekor berdingiz-da bunga. Nima? Ya bo'lay endi lavash deb ustidan fleshni tushirgan bacharalar bo'lay. Joni, bor ulaydi senga, ulaydi. Mehmonlarga chinkoladan bergan hamma. Ha, ula. Nima Aka, men ish so'rab keldim-da, men. Ish. Sizlar ham kiylar qazira ish so'rab, ha? Nima bu ichida? Uzr. Xo'sh. Gerbari. Hurmatli Shamilovich, sizga shaharda chetidan ish bersiz. Sizlar nima uni shivada yozasizlar? Qanaqa yozishdi? Yozmayman, hurmatli Shamil Shamilovich, sizdan shaharda giddidan ish berishingizni so'rayman deb.
bilmaydi. Ya giddin nimaligini bilmaydi. Mana O'zbekiston, Ha. O'zbekiston bo'lsa Qarshi, O'zbekistonni o'ttasi. Ha, center. Ha, center. Tushunyapsizmi? Ha, Toshkent O'zbekistonni giddi. ha. Ha, jonajon, ha. Bo'shliq deyillar, mehmonlar kelibdi. Ha. Ammo xona suvda. Ammo xona suvma, zichlab ber mehmonlarga, zichlab ber. Say qarang. Ey, Sirdaryo hokimi qilyapti. Alo, ha bular qandays? Ulayda sizga, ulayda. Men qarang bular bitta iltimoscha bor. Sirdaryoning postini yopinglar-ey. Bu Qarshiga 01 bosib ketyapti-ku. Ya, lekin vizi zo'ragan lekin ashular. Ashula deganga sizlar ana ashulalar bor. Qandaygina ozg'in reperlaring ana kashev katta bo'lgan bachcha bor-ku, bilmaydi ana. Qaysida? Seni kuddim. Bir bak kuddim, men bir bak ko'rdim. Sevib qoldim. Menga nima bo'ldi o'zi, nima bo'ldi? Menga ana shular yoqadi. Qaysi? Buncha yaxshi bo'lmasang, buncha yaxshi bo'lmasang, Ha! g'uzorim onam. Yakkaboq otam. Ulayda senga. Men qarang, ishlaysanmi? Ha. Ana chiroqchi moykaga borsang 5-6 toshkentlik balla ishlayapti. Borsaqqa ishlaysan. Ha, ular bilan stikimiz bor-da, o'shanga. Do'mayman ular bilan. Yo'q, Boshqa chiqib ber. bo'lmasa Alimixda ishla, bunday akvarium chiqaradiku, bunday o'yna. Sitda ishla. Nima u Almix? Bunday plastmas romlar. Sizlar uni qayerdan bilasizlar? Sizlar uni bilmaysizlar-da, gazdan svet ham bo'lmasa kerak, ha? Ha, svet. Qanday yashaysizlar gaz bilan svet hayronman. Men qara, ish yo'q ukajon, xafa bo'lma, ukajon. Media parkdan chiqib bering. Qayerdan? Media parkdan. Jolijon! Baqaka. Zo'r birinchi bo'lyapti. Qayerda ishlaysan? Media parkdan. Ey! Ammo xonani suvini ichib qo'ydingmi? O'ylaydi senga. Ish yo'q. Xafa bo'lma Jurajon. Yo'q, media- Qarshi vizinka masala. Aytib qo'y. Nimaga media park olmaysizlar? Biz faqat media parkka qarshi basharalarni olyapmiz. Toshkent basharalar xafa bo'lmanglar. Qanaqa qilib kiray, nima qilsam bo'ladi? Bo'li bitta qaytarmani olib ishga olamiz. Hop. Bozorga bordim, tutini olib, tutni o'ynam giddi kuygan ekan. Nima? Bozorga bordim, tutini olib, tutni o'ynam giddi kuygan ekan. Mo'yga dishli qoling. Aha, endi o'zi kelyapti. Bilyapsanmi? Olmaymiz, xafa bo'lma, ololmaymiz. Ololmaymiz ukajonim, ish ko'p, ololmaymiz. Alo. Gaplashib yuboring. Sizlarda ham bunday alolar bormi? Bizdan chiqqan o'zi. Alo? Dar yetkini. Это ваш племянник, да? Всё, берем. Ситini hokimi kim bo'ladi senda? Tog'am bo'ladi. Ular bo'layaptimi? Aytdim nima ruscha gapiratsam shevasi bilinmasin degan ekanda. Endi bunday Qashqadaryo xalqi o'zini jonini qo'yib o'laydi deydi mehmonlarga. Bilyapsizmi? Demak, O'zbekistonning har bir viloyati, har bir shahri poytaxt bo'lishga arziydi. O'rtoqlar, keyingi konsertda poytaxt Sirdaryo bo'ladi, o'rtoqlar. Bular eshitdingizmi? Bular keyingi safar Sirdaryo tamom bo'ldi. Bang. Yuqori kayfiyatda davom etamiz, qadrli mehmonlar. Demak, sahnamizga ajoyib insonni, ustozimizni taklif etamiz. Albatta, bizning konsertimiz u insonsiz o'tishi noto'g'ri bo'ladi. Kutib olasiz sahnada Jahongir Foziljonov hamda Bojalar guruhi. Shoshilib ketma yonimdan ey Dildor, kechalari bedor, uyqusizlikdan bo'lib qoldim bemor, men bemor.
Rahmat. Sog' bo'linglar, doimo omon bo'linglar, doimo sihat salomatlik tilayman. Yuzingizdan tabassum hech qachon arimasin. Sizlarga ijodiylarga ijod qo'shilsin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Rahmat ustoz. Jahongir Marko! Hozirjonov biroz qarsakinglar bo'lsin. Rahmat.